Assalomu alaykum barchaga. Bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan aka-ukalar, obunachilar, kanalimizga yangi kelganlar xush kelibsizlar. Biz ish jarayonimizni boshladik. Tomga penalonboz quyish jarayoni. Hozirgi manzilimiz Farg'onada. Mana bu taraflarimizni quyib bo'ldik. Mana kecha kelib gipsimizni olib, mana shu joyimizni quyib ketganmiz. Shu bu tarafimizda bir 40-45 kvadrat joyimiz bor edi. Navesida bu tarafga 7 sm qilib quydik. Razmeriga, sifatiga qo'ldan kelgancha quyib kelyapmiz mana. O'zlaring ko'rib baho beraverasizlar. Bu uylarimizga mana 15 sm qilib quyadigan bo'ldik. Uylarga shu 10-15 sm qilib quysa yaxshi bo'ladi. Izolyatsiyani yaxshi edi. Shunaqa naveslarga, peshonlarga 7 sm qilib quysak ham bo'laveradi. Mana bu tarafimizga vassali ustiga materialni tashadik. Har bitta uyga kerakli dimoxodlarni qo'ydik. Bir boshdan mana yamab olganimizdan keyin quyib ketyapmiz mana ustma-ustun qilib razmerini chiqarib quyib ketaveramiz. Ko'rib turganlaringiz mana shunday ish jarayoni shu hozir mana. Bu penalonbozimizni boshida suyuq bo'ladi. Shuning uchun bir qator yamab olish kerak bo'ladi. Ko'rib turganlaringiz shunday suyuq holatda bo'ladi. Buni quyilganda qatishi 10 minutgacha qatiydi, qurishiga jicha vaqt kerak bo'ladi. Shunday suyuq holatda qo'yib, ustun razmerini chiqarib ketaveramiz. Mana ko'rib turganlaringiz o'zi qaysi taraf past bo'lsa suyuqligini hisobiga bemalol oqib boraveradi. Mana bu taraflarimiz past ekan, o'zi mana oqib kelyapti mana past joyimizga. Xo'p, bu taraflarimizni ham mana quyib olganmiz. Hozir har bitta oldinga quygan joylarimiz qatida mana. Ko'rishingiz mumkin. Ustida bemalol yursa bo'laveradi. Yorilish yo'q, boshqa yo'q. Yaxshi holatda chiqyapti. Bu doskani qo'yib olganimiz sabab bu tarafimiz rosa past ekan, bu bir xona uyimiz. Shuning uchun quyganimiz baqa oqib ketmasin, doska qo'yib oldik yana bitta. Bu penalonbozimizni tarkibida mana suv quyiladi, 3 paqir, bir qop gips tashaladi, sement qo'shiladi, penas qo'shiladi. Shularning aralashmasi quyilaveradi. Bu quygan narsamiz yonmaydi. Loydan 2-3 barobar yengil bo'ladi vazni. Lekin sichqon kalamush qo'yiladigan narsa emas. Lekin bu penalonbozimizni yuqori bosilib qolgan loysuvolar ustiga ham 5-7 sm gacha qilib quysak bo'laveradi. Uylarga ham 10-15 sm gacha quyaveramiz. Xizmatimiz vodiy bo'ylab. Tomga penalonboz quydirmoqchi bo'lganlar shu ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.